Avvalambor assalomu alaykum barcha bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan akalar, ukalar, hammangizga assalomu alaykum. Kirib kelgan ro'zai Ramazon oylari muborak bo'lsin. Hozir orqamda turgan Jack X200 furgonlarimiz haqida to'liq qisqacha obzor va bir qancha yangiliklar qilganmiz. Juda ham ajoyib skidkalar ketyapti. Bu mashinamizga ajoyib yangiliklardan bittasi orqamda turgan ikkita prom tovarni, yana bundan tashqari yana 2 dona prom tovarni bor. Bu mashinalarimizga propan gazini bonusga o'rnatib beramiz. Yana plyusiga bu mashinalarimizga 16 million 800 dan skidka ketyapti. Keyin bonusga propan gazini tekinga mutlaqo o'rnatib beramiz. Yana garantiyadan chiqmaydi. Xudo xohlasa mashinani Samarqanddagi xarid qilib ketadigan bo'lsangiz, garantiyadan ham chiqmaydi. Bu mashina haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishni boshlayman. Orqamda turgan aynan prom tovarni hisoblanadi. Bu mashinamizning ko'rinishi Kia Bongo, Hyundai Porter ko'rinishiga o'xshab ketadi, ya'ni segmentidagi. Lekin ulardan ancha arzon va qulay sifatli bo'lgan mashinamiz haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bu mashinamizning yuragi, ya'ni motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismida ikkilik atmosferniy, bu O'zbekiston uchun, bu o'zimiz uchun ikkilik atmosferniy bo'lishi juda ham bir ajoyib deb o'ylayman. Ikkilik atmosferniy motor o'rnatilgan bo'lib, bu mashinamizda ya'ni 147 ta ot kuchi bor. Motori qanaqa motor ekan deb o'ylanib turibsizmi aka? Bu mashinamizning motori yaponskiy motor hisoblanadi. Ya'ni Greenjet degan kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan, yaponskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan haqiqiy yaponskiy motor Greenjet kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'ladi bu mashinamizda. Endi bu mashinamizning balon qismiga keladigan bo'lsak, balon qismi, oldi balon qismi 15-razmerda bo'ladi. Bu mashinamizda oldi balon 15 bo'ladi, keyin oldi resor emas. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, yuk mashinani orqasi ham resor, oldi ham resor bo'ladi. Shuni hisobiga qattiqroq, jo'skiroq deb o'ylashinglar mumkin, aziz kuzatib turgan tomoshabinlar. Yo'q. Bu mashinamizning oldi amortizator hisoblanadi. Oldi 15-razmerda bo'ladi. Orqa razmeriga keladigan bo'lsak 13-razmerda, ya'ni qo'sh balon hisoblanadi akalar. Bu mashinamizning baloni qo'sh balon. Keyin yana bitta ma'lumotni aytib o'taman. Bu mashinamizning zapaska balonlari oldinga alohida bitta, orqaga alohida bittadan zapaska baloni bor. Ya'ni oldi 15, orqa 13-razmerda qo'sh balon. Ikkalasiga ham zapaska balon o'rnatib qo'yilgan. Bemalol xavotirlanmasdan, qo'rqmasdan uzoq yo'llarga ketsanglar bo'ladi. Masalan, oldi yorilib qolsa yoki orqa yo'l yomon bo'lishi mumkin. Endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga bu ma'lumotlarni aytib o'tyapman. Furgonimizning uzunligiga keladigan bo'lsak, uzunligi deganda akalar, bort uzunligi 3.10 ga, ya'ni 1.75 hisoblanadi. Bunaqasiga uzunligi 1.75. Balandligi ham 1.75. Aka, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu mashinamizga kubga hisoblasa, endi furgon bo'lgani uchun kubga hisoblasa necha kub yuk ketadi deb so'rashinglar mumkin. Bu savolga ham bemalol javob berib o'tib ketaman. Kitobda yozilishicha 908 biz o'zimiz o'zbekchilik va o'zbeklarning tilida 10 kuba yukni bemalol o'zini bag'riga sig'dira oladi. Endi nech tonnagacha yuk ko'taradi deb so'rayotgan bo'lishingiz mumkin aka. Bu mashinamiz yuk ko'tarish qobiliyati kitobida 1 tonna yu 745 kilogramm yozilgan furgon bo'lgani hisobiga. Lekin aka, yana davom etaman, o'zbekchilik 2,5 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol o'zini bag'riga sig'dira oladi. Mashinamizni motorida yoki tortishida, perivallardan chiqishda qiynalib qolmaydi akalar. Bu mashinamizga yana bir marta aytib o'taman videoning davomida, balki tezroq gapirayotgandirman, balki bu tez gapirishim sizni g'ashingizga tegayotgandir. Yonboshdan ham eshiklari bor, ko'rishingiz mumkin. Yonbosh tomondan ham ochiladi. U tomondan orqadan polibomi ochiladi. Mana shu yuk xonasiga 908, ya'ni 10 kuba yukni o'zini bag'riga sig'dira oladi. Bu prom tovarnilarga akalar hali hech kim boshqa, masalan, aynan shu Jack X200 prom tovarniy varianti, bortligi, tentligi emas, aynan furgon variantiga biz China Motors Samarqand, ya'ni China Motors tekinga propan gazini o'rnatib beramiz. Yana fevral oyining oxirigacha 16 million 800 skidka ketyapti. Har biriga X200, masalan, bortlik deysizmi, tentlik deysizmi, furgonlik deysizmi yoki shassilik deysizmi, hammasiga 16 million 800 dan skidka ketyapti. Faqat furgonli variantlariga propan gazini bonusga, ya'ni akalar o'zbekchasiga aytaman, tekinga
bepulga propan gazini o'rnatib beramiz. Xudo xohlasa, mashinamiz sizni uyaltirib qo'ymaydi. Akalar, bu mashinamizni ko'rinishini qarang, juda ham chiroyli, juda ham bir ixcham qilib ishlangan. Masalan, mashinani uzoqdan ko'rganda ham ko'zingizga qanaqadir bir bachkana mashinaga o'xshab ko'rinmaydi. Endi masalan, bachkana deganda qanaqadir mashina hayolingizga kelishi mumkin. Juda ham skromli, chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Bu mashina o'zimizning Samarqandda, Jomboyda yig'iladi. Ya'ni o'zimizda milliy brendga aylanib ulgurgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Agarda bu mashina haqida yanada to'liqroq, yanada batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirilgan bo'ladi. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Nima uchun aynan men 4 ta prom tovarniga, besplatniga propan gaz qo'yib berishini aytib o'taman. Sababini keyin kommentariyada aldading, u qasamxo'rlik yaxshi emas deyishingizlarni xohlamayman. Birdan aytib o'taman akalar. Bu 4 ta prom tovarni bizda 2024-yilda ishlab chiqarilgan prom tovarni variantlarimiz qolgan akalar. Shu o'sha 4 dona 2024-yilda ishlab chiqarilgan prom tovarniga biz o'zimizni yonimizdan propan gazini bonus sifatida tekinga o'rnatib bermoqdamiz. Xudo xolasa kelinglar, Samarqandda 4 donagina qolgan. Xudo xolasa kelsanglar, mashina sizlarga yoqadigan bo'lsa, bemalol haydab olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni gazi bilan akalar. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarga kattakon rahmat. Kirib kelgan Ro'za Ramazon oyilar muborak bo'lsin. Menimcha qolgan xarakteristika, masalan, ichki salon, ko'rinish hammasini aka ko'rgansiz, xabaringiz bor deb o'ylayman. Yanada to'liqroq, yanada batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob oling akalar. Mening ismim Isomiddin. Hammaga rahmat.